Whoa! I've never seen a springboard break like that. Putin aka sizni o'zbek deydi, shu gap rostmi? Ha, rost, men o'zi o'shda tug'ilganman, Sa'tevada. Shu kelib qolganman. Otamcha sariqroq bo'lganligi uchun. Tushimda ham, ongimda ham, tunda tongda peshimda ham olov bo'lib, otash bo'lib, cho'g' bo'lib yondirib kuydirib bu olamda barcha meni alamlarim yo'q qilib baxtim taqdim etib yurar ko'zlarim. Tushimda ham, ongimda ham, tunda tongda peshimda ham olov bo'lib, otash bo'lib, cho'g' bo'lib yondirib kuydirib bu olamda barcha meni alamlarim yo'q qilib baxtim taqdim etib yurar ko'zlar. Doldimda sumbatingni rostlayman sevinchlarim. Mana endi hozir mashinalar 30% ga oshib ketdi. Siz qanaqa mashinaga pul to'lamoqchisiz endi? Endi uydagi Ferrari'ni sotib xudo xolasa yetsa agar shu Matizga to'lamoqchiman. Yo'q bo'lmasam pishkom yuraman-da endi. Shtraf kim to'laydi endi? 2 milliona yig'ishchi mashinangga ham. Salomat bo'lsalar, oma keltirib yuboribdilar, va. Marhamanga bordim, omon yora, omon yora. وين علي ابوك يا ابوك يا ابو خلفك يا ابو يعني وين والديك غزل Ща пизданется, я снимаю. Опа, ты в рот. Пиздец. Ты откуда знал? Qimmatbaho o'yinchilar o'sha Ronaldo yoki Messilarni mana ko'rasizlar, hozir kompyuter bitta o'yinda necha kilometr yugurishini bilib beradi, to'g'rimi? 15-16 kilometr yuguradi shu o'yinchilar. To'p bilan va to'psiz, ya'ni doim harakatda, mehnatda.
va shunga yarasha e'tibori bor va ularni o'sha komandalari ham shunga yarasha yutadi. Endi bizim ham dumbilbollarimiz bor-ku. Ular eng yaxshi o'yinchisi 5 kilometrdan yugurmaydi bitta o'yinda. Ha shunga yarasha keyin uradi bu yoqdagilar olib kelib bilan. Kecha ham yutqizdimi? Bularni hammasini bo'yniga omoch bog'lab dalada qo'sh haydash kerak. Mana shular u qoldirgan boy musiqiy meros yozamiz. U qoldirgan boy musiqiy meros to'liq ravishda bizgacha yetib kelgan. O'z asarlarida u bizning shunday bebaho hamda serjilo musiqamiz mavjud ekanligini ko'rsatib bergan. O'z asarlarida u demak bizning mana shunday serjilo hamda bebaho musiqamiz mavjud ekanligini ko'rsatib bergan, hurmatli o'quvchilar.